Shu darvozamiz 3,5 ga 3,5 tepasida tahiyasi bor. Kimgadir razmer tushadigan bo'lsa, xudo xolasa ertaga reklamaga olib bo'lganimizdagiga tayyor nalichida bor sotuvda. Bu darvozamizning sifati o'ta go'zal chiqqan. Yaqindan bitta ko'ramiz. Bizni kuzatib borsangiz, xudo xolasa 3 dona darvoza bor, tayyor darvoza. Shuni olasizda ustonovga qilaverasiz. Bekatni ham yangilik qilib, kraskalarni sepib qo'ydi. E'libida ko'rmagasizlar bunaqa holatdagisini. Buni qanotlarni solib, tevasida taxiyalari bor. Ochiq ko'rinishini ham bitta ko'rsatamiz, xudo xolasa. Kecha darodaning orqa ko'rinishi shunaqa holatda bo'ladi. Mana sifat ko'rinishi. Orqalari обязательно center zamov bo'lgan. Sifat chiroyli. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga abunib qo'ying, yaxshi do'stlarga jo'natib qo'ying. Like bo'lsa albatta eslatib qo'ying. Salomat bo'ling.